Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan so'mning ikkinchi etajidagi 103 magazinni sirg'a yuziklari bilan tanishtirib o'taman. Undan oldin do'stlar sizlar bilan shunda dollar kurslarini qo'yib o'tganman. Shu dollar kurslarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. 100 euro 1 million 400, 100 dollar 1 million 214 ming so'm, 10 ming kazak tangasi 255 ming, 1000 rublingiz 150 ming so'm bo'lib turibdi do'stlar. Yanda do'stlar, xudo xolasa sizlar bilan bakinskilardan boshlaymiz. Bakinskilar sirg'a yuziklardan hali turingizdagi bakinski sirg'a yuziklaringiz bor. Kelaverasizlar do'stlar. Bir qator hammasini ko'rsatib o'taman. Polnistu bakinski bo'lsin, obishni 585 bo'lsin, hammasidan ko'rsatib, birinchidan ko'raverasizlar do'stlar. Magazin 103 magazin, Sumning ikkinchi etaji. O'zlarimizni Urganch Dehqon bozorining yonidagi Sum magazin, buni hamma biladi. Ko'raverasizlar do'stlar. Bir qator yana bakinskilardan boshlayman. Hammasini ko'rsataman. Iloji boricha pullarini so'raysizlar, pullarini bular aytmaydiribdi. Videoda o'zlaringiz kelsangizlar gramini aytadi. Lomni bahosini aytaman sizlarga. Lomni bahosi 1 million 20 bo'lib turibdi. Oltinning lom bahosi 1 million 20, 950 har xil oltinni sifatini qarab oladi. Pastdagi shu zargar, shu oltin so'raydiganlar shunday bahoda olib turibdi. Do'stlar, iloji boricha shu videodagi gramlarni ko'rsatib, qog'ozga yozilganlarni iloji boricha ko'rsatib qo'ydim. Birin-birin o'lchash ko'p vaqt oladi videoda, shuning uchun o'lchamin. Shu iloji boricha gramlarni ko'rsatib qo'yman. Shu gramlarni qarab o'zingiz hisob kitob etaverasizlar. Kelib ko'rsangizlar ham bo'ladi. Bahosini hozir bular baho aytmaydi do'stlar. Shundan baho o'zgarib turish nisbatini keyin klient videoda boshqa baho aytdim. Hozir boshqa baho aytib tursam-da urush kesishlari mumkin. Shuning uchun shuni hisobidan shunday vaziyat bo'lganligi sababli. Hurmatli do'stlar, sotuvchilar hech qaysi oltinning gramini videoda aytmaydi. Hozir aytasizlar-ku videoda pulini ayting, buni pulini ayting deb. Pulini iloji bo'lsa aytacakman, lekin bular aytmagandan keyin bahosini men ilojim yo'q. Nechundanda shu Sumni shu direktori bularni aytib qo'ydi ekan, shu baho aytmanglar, kelsa yo'llaringizga kelib gaplashinglar. Shunga bahoni aytinglar, kelib klient gaplashgan vaqtida gramini o'lchab shu vaqtida aytinglar. Videoda boshqa yerda umuman aytilmasin baho debdi ekanda, shuning uchun bular o'zi boshida video oljakda aytadilar. Baho aytamiz, bahoni aytib qo'yma. Shuning sababli shuning uchun baho aytilmaydi do'stlar. Ko'raverasizlar, har xil 585 oltin labos sirg'a yuziklar. Iloji bo'lsa shu ekran chiqarib qo'ygan nomerimda o'zlarining Telegram gruppalari bor. Shu Telegramning o'zi bor, gruppa endi gruppada beribman, gruppa отдельный nalada. Telegramga yozsangiz o'zlari ko'rishadi. Agar nesa Telegramlarni yozsangizlar, poni shunda sizlar o'zlaringizga baholarni aytadi. Masalan, bu shu bir sirg'a yuzikni qaysidir birini xohlagan bo'lsangiz, shuni screenshot atib turib, sizlar Telegramga tashlasangizlar, shuncha so'm. Falan gram ekan. Ya gramcha so'm. Necha so'mdan berasiz, necha so'm bo'lib turibdi grami desangizlar, shunda Telegramda aytadi sizlarga. Atak bu yerda hozir bu nada aytilsa, bu yerda boshqa bahoda qaytib ketadi videoda, keyin agar oltin bahosi o'zgarsa, sizlar urush beradi klientlar.
sotuvchi bilan. Shuning uchun Telegram narsani yozasizlar, shu nomerni saqlanib etib turib, shu yerdan so'rab olaverasizlar do'stlar.
Ocak yok. Günde teşkillerimiz orada tuttu günde. Ha. Ha. Ah. Çırpılması geldi. Yok, şuraya yönetmedi. Koy. Koy satıp verdi. Üç geçen bir de verip ötmez. Öldü mü bunlar? Merak. Ne bu? Bu ne şunu çevir? O zaman bu Şimdi dinlen- çok ötmenden. Yok ben. Altıda turup ötmen. Yoktu bu git öttü bu. Yok ben hiç de duramam. Evet 5'te turup verdim. Az 6'da turup ve yaktı bu. 4 tane yürüme bana. Ama canım. İlk paltonu değil mi? İlk paltonu. Bunu da bir yürüme. 5'te turarım. Ben de 6'da turup verdim. Güzel öyle şartlarıp da kaçtı. Sen sıra çıksaydı. Aynada Allah'ın karıştı. Top. Lanet mesela şurada aynadan peçete sokak. Ya vakti maşin saçı ütmese olmadı bu masa iştilerdi. Nasıl iştiler? Yok görmedim. Mevlana ütmedim. Bir muhayya şairlerle yapıştırıyordu. Bir de dükkanladılar. Ya muhayya sayfa ders tutturuyordu. Yani